Jedź. Naprawdę jedź. Dobrze. Блин, qornim ekan-ku. İyi futbol boshlandi. Qorinning qulay tarafi bor, hamma turadi. Davay barsa. Oyog'ingga ikki xil kiyibsan. Ko'rinmagandan keyin qiyin-da. Kiyibman, ikki xil bo'lsa ham. Assalomu alaykum rais bu. Alaykum assalom. Kakra siz olis kelyapti. Ha, bolalar puligami? U tuqqandan keyin chi? Gazni so'ramoqchi edim. Men qaydan bilaman, Raygazdan so'ra. Menga qara, sen parhez qilyapsanmi? Ha, non yemayapman. Sen faqat non yemayapsan, qolgan hamma narsani yeyapsan-da. Ey, bu ozishcha bu joyga borish kerak. Qayerga borsam bo'lar? Hojatxonaga. Tez bor. Raisning gapini. Asabiylashma, jangga ta'sir qiladi. Qani menga ham tashlash do'ppingni? Yo'q, o'zingiznikini o'ylang. Biling. Yaxshi qiz sizga sochi bor bola yoqadimi yoki kal bola yoqadimi? Menga kal bola yoqadi, chunki ularning puli ko'p bo'ladi-da, Franklinga o'xshataman. Menga qorin qo'ygan bola yoqadi, ko'p yeb ichib o'rgandan keyin qorin qo'yib oladi. Agar ham kal, ham qorin qo'ygan bola bo'lganda vashshe zo'r bo'lardi. Qarang, agar mana shunaqa yigitni uchratib qolganingizda mahrga nima so'ragan bo'lardingiz? Mahrgami? Albatta gelik so'ragan bo'lardi. Gelikkacha zo'r kelding-da, keyin qolganini. Ha? Menga savol bering mana shunaqa qizlar haqida. Mahrga gelik so'ragan qizlarga borki, men qornimni qo'ydim. Semiz demang meni juda chaqqanman.